Assalomu alaykum kanal kuzatuvchilari, kanalimga xush kelibsizlar. Xayrli kun hammaga. Bugun bizada salat, fransuzskiy salat. Mana kolbasalarni to'g'radim. Endi sir, keyin qolgan masalalarni to'g'raymiz. Keyin go'sht to'g'rayman. Xolodilligimda anaqasida, tepasida, temirli joyida, eski xolodillikda. Tovuq filesi, go'sht. Xullas bugun shunaqa salatlar, shunaqa tayyorgarlik sizlarga aytsam. Endi to'g'rab olamiz. Naryoqda anaqa bor, kartoshkani qovurganman. Uni hozir bir ko'rib kelamiz sizlar bilan birgalikda. Taqillatma Jumabek. To'g'rab olib, sizlarga har qilgan ishlarimni, pishirgan narsalarimni adden qo'yib boraman, sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Chunki bugun bir emas, bir nechta narsalar tayyorlaydi hamma. O'shaning uchun shuna qilamiz. Adden qo'ysak, video qo'ysam sizlarga tushunarli va chiroyli ko'rinadi deb o'ylayman. Bo'ldi, qo'yar. Hozir endi kartoshkani ko'rib kelib, boshqa kartoshka solib, tavaga pishganini olib kelamizda yana to'g'rashni davom ettiramiz sizlar bilan birgalikda. Kartoshkalar ham qizaribdi. Endi olamiz idishga, keyin boshqa kartoshkalarni solamiz pishirishga. Bugun sizlarga aytsam, quvonchli kun, qo'shaloq bayram. Bugun akamni tug'ilgan kuni. Bugun qizi tug'ildi. Kenayim qizli bo'ldi. O'ylanib yurdim, operatsiya bo'lish kerak edi, kesirva. Qo'rqib yurdi. Allohim oq yo'l berib, chiroyli bo'lib, qizalog'ini dunyoga keltirib oldi. Bugun rosa ham xursandman. Ertalabdan qo'shaloq 3 ta bayram. Akamni tug'ilgan kuni, qizini tug'ilgan kuni, ham yangi yil. Rosa xursandman. Hozirmi, ertagami bilmayman, video qilaman sizlarga. Borganimni ko'rsataman. Rosa ham xursandman. Ichim shoshib ketyapti. Ularning yoniga borishga. Hozir kartoshkani solamiz endi. Yo'q qizidi. Kartoshkani solib, yana uyga kirib, qolgan narsalarni to'g'rashni boshlaymiz yana. Bu uji obdon pishib, mana shunaqa qizilga kirguncha olovni ham sal o'rtacha qilib qo'yaman. Qolgan narsalarni to'g'raymiz sizlar bilan birgalikda. Yana kolbasa to'g'raymiz. Somoncha shaklida to'g'raymiz hammasi. Tuxum soldim qaynatishga, kartoshka ham soldim qaynatishga. Ham kartoshkani qaynatilganini solaman, ham qovurilganini solaman. Yaxshi chiqadi. Biri qisir, biri yumshoq bo'lib zo'r ta'm beradi. Sizlarga aytsam. Bir Jandarbek. Kecha to'g'rayotdik deb ana qildim-ku, video qildim-ku. Qanaqa shevada gapirdingiz deb yozibdi obunachi. Bizada Parkent tilida shunaqa ketyaptik deb gapiramizda. Hammani shevasi har xil-ku, to'g'rimi? Bilmam, endi birovlarga g'alati tuyulsa kerak-da. Endi u hamma o'z shevasida gapiradi. Gapirgani yaxshi deb o'ylayman men.
O'zimiz sheva bu. Keyin noringa go'shti kilo bir kilocha yo'q menimcha o'sha xamirga 1 kilocha go'sht soldim. Necha kilo soldingiz deb so'rabdi. 1 kilocha soldim. Buni ham to'g'rayman, keyin sirni, keyin bilan to'g'rayman. Bugun shunaqa qilib qo'shaloq bayram sizlarga aytsam. Ular endi bayramni 3 ta qilib o'tkazadi birdaniga. Anaqalayam bo'ldi. Kolbasa bo'ldi ana. Endi sirni to'g'raymiz. Shuncha to'g'rasa ketadi. Sirni ham to'g'rab sirni ham to'g'radik. Endi go'shtlarni to'g'rab olamiz endi. Kartoshkani borib ko'rib keldim. Kartoshka qizaryapti. Hozir olamiz uni ham. Solamiz. Go'sht to'g'raymiz endi.
maydalab sovuramiz. Salat barglarimiz. Shuni hammasini 5000 ga oldim. Bitta onaxon sotyapti ekan. 5000 ga berdi. Xursand bo'lib ketdim rosa ham. Boshqa joyda shu bog'ini 5000 ga sotyapti. Lekin menga 3 bog' berdi 5000 ga. Sekin gapirayotganim narixonada otam uxlayotdi. O'shanga sekin gapirayotdim, ayb ko'p yurmaysizlar. Yuvib kelamiz endi salat bargimizni, keyin to'g'raymiz. Mana yuvib olib keldim, endi to'g'rab olamiz. Mana salatni masalalarni ham to'g'rab bo'ldik. Kartoshka qovurilganini solib, tuxum, yumshoq qaynatilgan kartoshka solsak bo'ldi, salatimiz tayyor bo'ladi. Shunaqa qilib hozir buni olib qo'yaman, keyin aralashtirib hammasini sovutganimni ham ko'rsatib, tayyor bo'lganini ham ko'rsataman, xudo xolasa. Bularni olib qo'yamiz, bugun kerak bo'ladi. Boshqa kuni ham kerak bo'ladi. Üzümsüz oyda meni aydademi жылытпайды, Unutma sen de meni, men seni unutmayman. Түсіндім мен де бұл шындықты, сендегі ұзаған сөздікті, өкпелегенім кетпе дегенім, сезімді нәзірге жүрегім. Salatda narsalarini to'g'rab, shoshib, pishib hozir akamni tug'ilgan kuniga tabriklashga ketyaptik. Yangi yil kuni tug'ilgan. Mana bolalarim bilan sharlarni boylab oldik. Xudo xolasa hozir boramiz. Ozgina yo'l qoldi. Haligi. Nima deydi? Kim sana nima sanam deyotgan yo'q. Ha bitta chekkasi ramkasini qo'yib yuborsam turaveradi. Bir-biriga keldi. Mana akam yonidan ham keldik, tug'ilgan kuni bilan tabriklab, bayram bilan tabriklab, qizchasini tug'ilgani bilan tabriklab qaytdik mana. Endi mayonezlarni solib stollarga qo'yamiz endi azizbekajonlarim. Kartoshkalarni soldim, qaynatilgan tuxumlarni ham soldim. Qovurilgan kartoshkani ham soldim. Hammasini endi birgalikda aralashtirib olamiz endi. Keyin bayram stoliga olib boramiz, xudo xolasa. Mayonez, olivyes. Shundan ishlatyaptim. Sizlarga aytsam. Mana azizbekajonlarim, bugungi salatimiz tayyor bo'ldi. Hammaga yoqimli ishtaha, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilib, meni videolarimni bugun ko'rishda davom etinglar. Hozir bu salatni olib kirib, pentoza salati tayyorlayman, keyin yangi yil dasturxonini ko'rsatib, yangi yil videoni
sizlar bilan bo'lishaman, xudo xohlasa. Sog' bo'linglar.